Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz Angliya yozuvchisi George Orwell yozgan 1984 romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Winstonning Goldsteinning partiyaga qarshi yozgan kitobini o'qigan yerlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Winston uyg'ondi. Uningda nihoyat uzun uxlagandek sezim bor edi. Ammo tomdagi soat amdila 20:30 ko'rsatib turadi. U ko'zini yumib birdam yotdi. Pastdan yanala yiliqi ayolning berilib aytayotgan naqsha ovozi anglatdi. Bu faqatla tatliq xom xiyol, o'tib ketar aprel iyidek, so'z qarashdan sagigan tushlar, ilib qochar asni o'g'ridak. Bu tetiksiz naqsha texcha modadan qolmagandek qiladi. Hozirgacha hamma yerda u naqshni anglayalaytdingiz. U nafrat naqsidimi uzun moda bo'lgan edi. Julia bu naqsha ovozdan uyg'onib ketdi va rohat bir kerilib olib o'rnidan turdi. Qursqim ichibdi, dedi Julia. Yana ozroq qahva damlayli-chu. Ma ishni, o't uchib qopti. Sumo suvib ketibdi. U o'choqqa qaradi. Miyimi tugabdi. Charongdan apandidan so'rayli amsa. Qiziq ish, liqda moy bor edi boya, dedi Julia. Winston o'rnidan turib, yiliqi uzilmas naqshini yana angladi. U faqatla tatliq xom xiyol, o'tib ketar aprel iyidek. So'z qarashdan sagigan tushlar, ilib qochar asni o'g'ridak. U formasining balovig'ini ching'itqach, derizning yiniga bordi. Quyosh allaqachon uyning kayniga qiysaygan. Saynada optob qalmagan edi. Pastdagi yapaloq toshlar xuddi hozirla yo'g'andek ho'l turadi. Uningga go'yo osmonmu yuyilgandek bilindi. Ko'p-ko'k osmon turg'unlar orasidan ko'zga nihoyat yorqin tashlanadi. Simiz ayol eg'izda yanala kiyim ilg'ushni tishlab olgan, to'xtamasdan u yoqqa bu yoqqa paloqshaydi. Anda sanda jimib qolganini hisobga olmaganda naqsi davomli yangrab turadi. Uning yaydigan yo'giki mangu tugaydigandek qilmaydi. Winston bu ayolni kiyim yuyib jinini boqamdigandu yoki 20-30 navrisi bormidi deb o'ylab qoldi. Julia uning qishiga keldi. Ikkaylan zo'r qiziqish ichida pastdagi ayolga qaradi. Ayol yo'g'on qo'llarida arg'amchiq to'xtamay yo'gak yeyotdi. Uning otning yampishidek sag'risi alayda yo'g'on edi. Winston u ayolning chiroyliligini hayronlik bilan tunji qitim his qildi. U nurg'un bola tug'ib biqib cho'ng qilgan, uzoq muddatlik eg'ir ish emgakdan badallari kelangsizlashib, qo'pollashib ketgan ayolning bundoq chiroyli turganligini xiyoliga keltirib boqmagan edi. U haqiqatan chiroyli edi. Winston o'ylab qoldi. Nimishqa u chiroyli bo'lmag'idak? Uning kuchlik, to'rikdek tüp-tüz badini grant tashdek ko'rinadi. Oq qizil terisi yirikrak edi. Bularning bir qizchaqning go'zalligi bilan bo'lgan munosabati xuddi attirgul mevasi bilan attirgulga o'xshaydi. Mevasi guliga yetmaydi deb kim deydi? U chiroylikan, dedi Winston. Uning kassasining kengligi oz deganda 1 metr kelgudak, dedi Julia. Bu uning o'ziga xos go'zalligi, dedi Winston. Ular kalasidagi maxfiyatliklarini faqat tili orqaliqla bir-biriga yetkazalaydi. Pastdagi ayolda ong deydigan narsa yo'q edi. Faqat bir jup kuchlik bilak, bir mehribon yurak va tug'umchan bolyotqi bor edi. Winston u ayolni qancha bola tuqqandu deb o'yladi. 15 bola bo'lishi turg'anli gap. Uning chuqum guldek yoshligi, go'zalligi bo'lgan. Keyin xuddi nihoyat obdan ay qildigan mevidek birdilla yo'g'inab, qizirib, qattiqlashib ketgan. Uning keyingi 30 yillik hayoti, boshda bolalari, keyin navrlari uchun kir yuyish, yer supurish, yamoq yamash, tomoq etish, tozalik qilish, yo'gak yuyish, adolash bilan o'tgan. Mana mushu jafolardan keyin u yanala naqsha aytayotdi. Nimishqikin Winstonning bu ayol haqidagi bu tasvirlab bergili bo'lmaydigan sirliq tuyg'usi ko'p-ko'k osmon bilan qo'shilib,
turxunlar arasından yiroq cheksizlikka so'zilib ketdi. Hayron qolarligi, barliq odamlarga nisbatan osmon hamma yerda, Sharqiy Osiyoda, Yevro Osiyoda o'xshash edi. Shundaqla osmon ostidagi barliq kishilarmi, mayli ular Yevro Osiyoda bo'lsin yoki Sharqiy Osiyoda bo'lsin, bir-biriga shundoq o'xshash edi. Vaholanki, bu insonlar bir-birini bilishmaydi. Ular yolg'onchilik, o'ydirmachilik bilan singdirilgan nafrat, qo'rqinish orqali bir-biridan ayrilib tashlangan edi. Ularning hammasining vujudida kunlarning birida butkul dunyoni og'dirib tashlagudek g'oyat zo'r kuch, qudrat bor edi. Agar umid bor deyilsa, u proletarlarda edi. U kitobning oxirisini o'qimagan bo'lsa-mu, buning chuqum Goldistining eng oxirgi demakchi bo'lg'ini ishkanligini biladi. Kelgusi proletarlarga mansub edi. Kunlarning birida ular qo'zg'alib qurgan dunyoda, xuddi partiya qurgan dunyodinkiga o'xshash, Winston o'zining yod sarab qildigan qilmaydiganligini jazmlashtirolmay qoldi. Shundoq. Chunki u hech bo'lmaganda bir aql dunyosi bo'ladi. Qayerda barobarlik bo'lsa, shu yerda aql bo'ladi. Baldur yoki keyin bo'lsin, bu ish chuqum yuz beradi. Kuch-quvvat chuqum onga aylanadi. Proletarlar o'lmaydi. Siz uni pastdagi ashu jonliq, jo'shqin ayolga qarasangizlar ko'ralaytdingiz. Oxirda ular chuqum uyg'onadi. Ammo mushi ish yuz bergicha balkim minglarcha yillar o'tishi, proletarlar har qanday mushkulat bo'lsa-mu mavjudligini saqlashi, partiya ega bo'lolmaydigan, yo'q qilolmaydigan kuch-quvvatni xuddi qushlarga o'xshash ajdoddan avlodga ulab kelishi mumkin edi. Esingiz bormi? Dedi Winston. Biz tunji ko'rishgan kuni daraxtning cho'qqisida bizga sayrab bergan heliqi qush. U bizga sayrab bermagan, faqat o'zini xo'sh qilish uchun sayragan u. Texi undaq bo'lmasligi mumkin. Shundaqla sayragandi balkim. Qushlar sayraydi. Proletarlarmi sayraydi. Faqat partiyalar sayramaydi. Butkul dunyoda, Londonda, Afrika, Braziliya, Iroqdagi sirliq cheklangan joylarda, Berlin, Parijning ko'chalarida, bepoyon Rossiya tuzlanliklarida, Jungo, Yaponiyaning qisqa-qisqa shaharlarida ish emgak, bola biqish degandek jafo mushaqqat bilan toshdaq qitib ketgan zo'r gavdalar tug'ilgandan o'lgicha to'xtamasdan sayrab, naqsh etib turadi. Jazmanki, ularning vujudidan chuqum uyg'ongan bir avlod tug'iladi. Siz ulatdingiz. Ondan ular kelgusiga aylanadi. Agar siz o'z ing'ingizni xuddi ular badanini tirik saqlagandek tirik saqlay olsangiz, ikkini ikkiga qo'shsa 4 bo'lganligini biladigan ongni saqlab qola olsangiz, ularning kelajagidan sizmi bahramon bo'la olasizlar. Biz o'liklar, dedi Winston. Biz o'liklar, agashdi Julia'mu. Sizlar o'liklar, dedi orqa tarafdan kelgan muzdek bir ovoz. Ular cho'chib turib ketdi. Winstonning butkul badani muzlab ketdi. Julia'ning ko'zlari yug'nab, chiroy tatirib ketdi. Ularning mang'izidagi yo'qib qolgan bo'yoq, xuddi ostidagi teridan ajrab ketgandek ko'zga to'liq ro'shan tashlanib turadi. Sizlar o'liklar, takrorlandi muzdek ovoz. Rasmning orqasidan kelyapti, deb pichirladi Julia. Rasmning orqasidan kelyapti, dedi u muzdek ovozmi. Qimirlamanglar. Buyruq bo'lmagicha midirlamanglar. Bu ish oxir yuz berdi. Bo'lg'uluq oxiri bo'ldi. Shu topda bir-birining ko'ziga qarab turishdan boshqa bularning qo'lidan hech nima kelmaydi. Qich, bek kechikib bo'lguncha uydan chiqib ketish deganlar ularning qilisiga kelmadi. Tomdan kelayotgan ovozga bo'ysunmaslikni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Tom tarafdan bir qulub sharaxshib itilgandek, orqadan aynak chiqilgandek ovoz anglandi. Agishibla tomdagi rasm polga tushib ketdi.
Uning keynida ekran bor edi. Ular bizni endi ko'rolmaydi, dedi Julia. Ular bizni endi ko'rolmaydi, takrorladi ovoz. Uyning o'ttirsida bir-biringlarga orqanglarni qilib turinglar. Qo'linglarni kallanglarning keyniga qo'yinglar. Bir-biringlarga tegishib qolmanglar. Ular tegishib turmadi. Ammo Winston Julianing badanining titrayotganligini sezib turdi. Balkim titrayotgani o'zining badani bo'lishimi mumkin edi. U tishni ching tishlab oldi. Ammo tizini titrashdan to'xtata olmadi. Uyning ichi sirtida o'tukning do'pirlagan ovozi anglandi. Atrofni odamlar qoplab ketgandek qiladi. Tosh ko'chadan bir nimani so'rayotgandek ovoz keldi. Hiliq ayolning naqsisimi tuyuqsizda besiqib qoldi. Uzungacha hiliqi kir disini Saynaning u beshidan bu beshiga atqandek taranglagan ovoz anglandi. Uningdan keyin bir muncha odamning g'azabdan tovlashgan ovoz anglandi. Oxirida echinishlik bir vaqirgan ovoz bilan hamma ovoz besiqdi. Uy qo'rshilib bo'pti, dedi Winston. Uy qo'rshilib bo'pti, dedi muz ovoz. Winston Julianing tishini qattiq tishlaganligidan g'irislab ketganligini angladi. Meningcha, bizmi xo'shishayli, dedi Julia. Xo'shlashsanglar bo'ladi, dedi ovoz. Uningdan keyin inchga, xuddi tarbiya ko'rgan odamlarning ovozidek bir ovoz anglandi. Winston bu ovozni ilgari anglab baqqandek qiladi. Haras, bir eg'iz gapni qistirib qo'yay. Sham kelidu karvatqa nurlar chashqili, palta kelar bishingga kesib chapqili. Winstonning keyindagi karvatqa bir narsa tushdi. Derizaga bir shuta qo'yildi. Derizaning ramkasimi buzilib ketdi. Biraylan derizadan kirdi. Palampaydan o'tiklarning tivishi anglandi. Uy birdamdala qora kiyimlik, baslik odamlar bilan to'shib ketdi. Ularning o'tiklarining chamlari tumur, qo'llarida saqchi kaltigi bor edi. Winston titrashdan to'xtadi. Uning qarchuqi qitib qoldi. Shu topda birla ish muhim edi. U bo'lsimi qimirlamaslik. Qimirlamaslik. Ularga seni urdigan bahona tepib bermaslik. Zanqi chasa, badallari bokschilarga o'xshaydigan biri xuddi biror ishqa tamshilayotgandek kaltakni ching siqimdab Winstonning oldiga uningga tikilib qarab turadi. Winstonning ko'zimi uningki bilan uchrashib qoldi. Bir muncha kishilarning oldida qip-yalang'och holda qo'lini kalisining keyniga tutib turishdek bu haqoratga chidab turg'ili bo'lmaydi. Oldidagi u odam tilining uchida lavlarini yalab qo'ydi. Yana bir narsa chiqilgandek ovoz anglandi. Biri qog'oz bosqini o'choq beshidagi toshga tashlagandek qildi. Marjon tishi parchasi u yuziga ushshaq purma naqish o'ygandek ko'rinadigan kichkina holrang narsa bo'lib, xuddi tortning ustiga qo'yib qo'ydigan tatliq g'unjiga o'xshaydi. U karvatdagi matrasdan do'mlab tushdi. Winston uning naqadar kichikligini o'yladi. U keynidan birovning tiniqini sezdi. Orqadilla g'ushqiga qasda qilgan ovoz bilan qattiq bir tepik tegdi-da, u tangpunligini yo'qotdi. Yana biraylan mush bilan Julianing qo'rsqiga qattiq bir urdi. Julia qo'rsqini tutib, qog'ozdek qatlashibla ketdi va unini chiqara olmay yumulinib ketdi. Winston qilchilik midirlashqim jur'at qila olmadi. Julianing qo'g'ushindek tatirib ketgan, nafas ololmay qiynalib ketganligi chiqib turadigan chiroyi uning ko'rish doirasiga kirib qoladi. U shuncha qo'rqinish ichida turibmi, go'yo tayoqni o'zi yegandek his qildi. Ammo hozir tayoqning azobiga qaraganda nafas elivelish Juliaga nisbatan texmo jiddiy edi. Winston bu ajoyib og'riqning jonni qanchalik og'ritadiganligini his qiladi. Shundoq bo'lsa-mu, hozir hammadan yomoni yanala nafas ololmaslik edi. Ikki odam Julianing tizi va murisidan ko'tarib, uni xuddi bir paypoqdek so'rab ilib chiqib ketdi. Winston uning yuziga arang qaray oldi.
Uning yuzi ostiga qarab qolgan bo'lib, tatirib tortishib qolgan, ko'zlarimi yumuq. Yuzida texcha yiliqi bo'yoqning yo'qi bor edi. Bu Winstonning Juliani oxir qitim ko'rishi edi. U o'likdek qimirlamay turdi. Hech kim uni urmadi. Uning qalisiga ba'zi o'ylar kelgandek qildi-yu, ammo hech qaysiga qiziqdigandek emas edi. U Charrington apandinimi tutqanmidi deb o'ylab qoldi. U yana hali qisimiz ayolni qandoq qilgandi debmi o'yladi. U o'zining intayin siygus kelib ketganligini his qildi. Hayron qolarligi, u teqi 2-3 soat burunli siygan edi. Tomdagi soat 9 ni ko'rsatib turardi. Bu 21 deganlik, ammo uy yo'rib ketgandek edi. Odatda avgust kunlarida bundaq vaqtda xeyli qorong'u bo'lib qolatdi-ku. Julia bilan ikkisi vaqtni almashtirib qo'ydimi? Amaliyotda ular soat to'liq bir aylanganchilik, ya'ni 24 soat uxlagan. Ertesi saharda soat 8:30 bo'lsa, uni endi 20:30 bo'pti deb o'ylab qolgan edi. Winston buning davomini o'ylamadi, chunki buning hozir hech nimaga foydasi yo'q edi. Palampaydan yengil mangan tivish anglandi. Charrington apandi uyga kirdi. Qora kiyimlik odamning yurish turishlari birdilla xilla sipoylashib qoldi. Charrington apandining qiyofatidami o'zgarish bor edi. Uning ko'zi yerdagi aynak parchalariga tushdi. "Ma u aynak parchalarini elivat", dedi u keskin holda. Biraylan darhol uning buyrug'ini bajo keltirdi. Uning hiliqi londoncha talaffuzdan asarmi qolmagan edi. Winston birdilla bir necha minut ekrandan anglagan ovozning dal mushu ovoz ekanligini tunidi. Charrington apandi yanala hiliqi kona chapinini kiyib olgan, ammo uning oppoq sochlari qop-qora bo'lib qolgan edi. Ko'zoynaknimi taqmagan edi. U Winstonga xuddi uning salohiyatini yana bir jazmlashtirayotgandek tikilib birni qaravatdi. Ondan uningga qarabmi qo'ymadi. Uni yanala tunig'ili bo'ladi. Ammo u hargizmi Winston tunaydigan Charrington emas edi. Uning qaddimi tuzlanib qolgan, bo'yimi egizlab qolgandek ko'rinadi. Uning yuzida bekla kichik o'zgarish bo'lgan bo'lsa-mu, yanala o'zgarganligi chiqib turadi. Qishimi ilgirgidek quyuq emas edi. Ko'zining atrofidagi qo'riqlarimi yo'qolgan, yuzining butun qurilmasi o'zgartirilgandek ko'rinadi. Hatto burnimi sal kichiklab qolgandek edi. Uning chiroyi 50 yoshlar atrofidagi sezgur, muzdek bir odamning chiroyiga almashgan edi. Winston hayotida tunji qitim bir ideya saqchisiga qarab turganligini o'yladi. U o'zining qayerligini bilmaydi. Balkim u shafqat ministrligida bo'lishi mumkin. Ammo u buni jazmlashtira olmaydi. U to'risi egiz, derizasi yo'q bir kamerada turadi. Kameraning timiga parqiroq oq chiqchuq chaplangan edi. Kamerani to'sib qo'yilgan chiroqning sovuq nuri yo'ritib turadi. Paz, ammo uzilmas bir ovoz gurildab turadi. Winston uni havo almashtirish sesmisidan kelayotgan ovoz bo'lsa kerak deb faraz qildi. Ishdan boshqa 4 tomning hammasiga odam o'ltirg'idek kenglikda uzun o'rindiq chiqarilgan edi. Eshikning uduliga taratqachisi o'rnatilgan bo'lib, yopquchimi yo'q turadi. 4 tomning hammasiga birdan ekran o'rnatilgan edi. Uning qo'rsqining allaqandoq bir yerlari to'xtamay og'rib turadi. Bu og'riq uni mahbuslar mashinasiga qatlab puklab tashlagandan buyon to'xtab boqqani yo'q. Uning qo'rsqi qattiq ichib ketdi. Mushundaqla och qolsa uning salomatligi kordan chiqishi turg'ali gap edi. U tomoq yemagili balkim 24 soat bo'lgandi, balkim 36 soat. Ish qilib aniq bilgili bo'lmaydi. U hozirgacha o'zini tutgan vaqtning attigan yoki kechqurun ekanligini bilolmaydi. Balkim mangu bilolmasligi mumkin. U qo'lga ilingandan buyon tomoq yeb boqmadi. U tor o'rindiqda qo'lini tiziga qo'yib qimir qilmay o'ltiradi. U qimirlamay o'ltirishni o'rganib oldi. Navoda qimirlasila ekrandan tovlagan ovoz keladi. Ochliq uni qiynamoqda. Uning butun asiyodi bir parcha bo'lkida qoldi. Formasining yanchug'ida bolka uvoqlari bordek esida edi. Balki chimdib olg'uchilik bo'lsa-mu, uvoq chiqishi mumkin edi. Chunki formasining yanchug'idan bir nima yo'tisiga tekkandek sezilib turadi. Oxiri ochchilik qo'rqinishdan g'olib keldi. U qo'lini yanchug'iga tiqdi. "Smith!"
vaqirdi bir ovoz ekrandan. 6079 nomerlik Winston Smith, qo'lingni yanchiqingdan chiqar. U yana jim o'tirdi. Qo'lini yana tizib qo'ydi. U bu yerga kelishdan burun boshqa bir joyga opirilgan edi. U yer chuqum bir vaqtliq tamoqxona yoki chorlag'uvchilar ishlatadigan tutuqxona bo'lsa kerak. U o'zining bu yerga kelganiga qanchalik bo'lganligini bilmaydi. Bo'lmagandimi bir necha soat bo'lgandi. Bu yerda soatmi, quyosh nurimi yo'q edi. Vaqtni bilish mumkin emas. Bu intayin varanchurung, siziqchilikqa to'lgan yer edi. Ular uni hozirgi kameraga akirib qo'yishdan ilgari 10 yoki 15 odam tiqilishib turadigan yana bir meynat kameraga akirib qo'ygan edi. Ularning ko'pinchisi odatdagi jinoyatchilar bo'lib, orasida bir qancha siyosiy jinoyatchi bor edi. Winston tomga qarab medirilmay o'ltirgan. Meynatlashib ketgan badallar uningga surkilib turadi. Qo'rqinish va qursqidagi yiliq og'riq uning atrofiga qarg'idek holini qo'ymagan edi. Shundaqdimi u partiya jinoyatchilari bilan boshqa jinoyatchilarning yurish turishida osmon zimin farq borligini sezdi. Partiya jinoyatchilari doim jimjit va qo'rqinch ichida yuradi. Ammo odatdagi jinoyatchilar bo'lsa, hech nimaga erangshimagandek yuradi. Ular qorovullarni chillab tovlaydi. Narsa keraklarini musodara qilganda qarshilashadi. Meynat afsonaviy so'zlarni polga yezib qo'yadi. Kiyimlarining bir yerlariga tiqib olgan yemakligini yiyalaydi. Bularni bir amallarni qilib akiratdi. Hatto ba'zida ekrandan tartibni saqlash uchun bir nima desa, ekranga qarab tovlab qo'yadi. Biroq yana ba'zilari qorovullar bilan chiqishib o'tadi. Qorovullarni erkilatma ismi bilan chaqiradi. Bir amallarni qilib ularni ishning kuzatish tushigidan tamaka sunib berishga qoyil qiladi. Qorovullarmi ularga qattiq qo'llik qilishga to'g'ri kelgandimi, xeylilar keng qursoq muomala qiladi. U yerda jinoyatchilarning ko'pinchisi avatildigan emgak lageri to'g'riliq jiq gaplar bo'ldi. U yerlardami agar sizning aloqa to'ringiz yaxshi bo'lsa, ta'liyingizning o'ngdan kelgani edi. U yerda yeklash, yompisish, poraxo'rlik, qaqtiq-so'qti qilishlarning hammasi bor edi. Yana dahi hamjinslar, fohishvozliklar, hatto yangyo'dan ishlangan aroqmi tepiladi. Odatdagi jinoyatchilarga bo'libmi odam o'ldirgan qotillar, qora guruhlarga andin ishengil bo'ladi deb qaraladi. Hatto ular u yerda oqso'ngak bo'lib olishgan bo'lib, barliq ig'ir mehnat ishlarining hammasini siyosiy jinoyatchilar qiladi. U yerga har xil jinoyatchilar, zahar atkaschilari, o'g'rilar, bulonchilar, qorong'u bozorchilar, masalan, fohishlar kirib chiqib turadi. Ba'zi maslar bak jidalxo'r bo'lib, boshqalar birlashib aram bo'ysundiradi. 60 yoshlar atrofidagi nihoyatda beslik yo'g'on bir ayolni 4 qorovul put qo'llaridan tortishtirib elib kirdi. Ayolning yo'g'on ko'ksi lapangishib turadi. Oq sochlari yulqinib chuvilib ketgan edi. Ular u ayolning putidagi ularni tepmoqchi bo'lgan o'tikini soldirib etdi va u ayolni Winstonning yo'tisiga tashlab qo'yib chiqib ketdi. Bu eg'ir ayol Winstonning yo'tisini ezib etkili tasli qoldi. Ayol darhol o'zini ruslab chiqib ketayotgan qorovullarni keyindan paskinatlar bilan chillab ketdi. Andin o'zining o'ltirgan yerining sal takshi emasligini sezib, o'rindiqqa serilib tushib oldi. "Kechiring suyumligim", dedi u ayol. "Asli sizning putingizda o'ltirib olmaydim. Avu itning bolalari meni tashlab qo'yibdi. Bir ayolga mushundaq muomala qilgan bormi? Shundaq emasmi?" U so'zdan to'xtab ko'ksini o'ngishib oldi va birni tushkirdi va "Kechiring, men sal beorom bo'lib qolgan edim", dedi u oldiga engishib turib, polga nihoyat ko'p qusib etdi. "Uf, endi xeyli yaxshi bo'lib qoldim", dedi u ko'zini yumib, keyniga yulanginicha. "Chidab o'ltirishni hojat yo'q. Qursaqda hazm bo'lib bo'lguncha chiqirib etgan yaxshi", dedi u ayol. Uningga endi xeyli jon kirib qolgandek bo'ldi. U Winstonga yana bir qaradi. U hash-pash degicha Winstonni yoqtirib qolgandek qiladi. U Winstonni murisidan quchoqlab, o'ziga yaqin tortib, qusuq va pivo purab turadigan eg'izni uning yuziga yoqdi. "Ismingiz nima, o'muqim?" "Smith." "Smith? Qiziq ish. Mening familiyam Smith. Nimishqa?"
u sal hayajonlanib qoldi va "Men cho'qim sizning onangiz ekanman" dedi. Winston o'ylab qoldi. Balkim rost shundoq bo'lishi mumkin edi. U ayolning yeshimi udul keladi. Badallarimi sal o'xshagandek qiladi. Balkim 20 yillik emgak shundoq o'zgartayotgan bo'lishi mumkin-ku. Boshqa hech kim uning gap qilmadi. Hayron qolarligi shuki, odatdagi jinoyatchilarning partiya jinoyatchilari bilan faqat kori bo'lmaydi. Siyosilar deb atab qo'yadi. Ularni bir xil kamsitish talaffuzida. Partiya jinoyatchilari boshqalarga bo'libmi bir-biriga gap qilishdan bak qo'rqatdi. Faqat birla qitim ikki partiya a'zosining ikkilisi ayol edi. O'rindiqda qistilishib bir yerga kelib qolganda varang-churung orasida pichirlashganligi uning quloqiga kirib qoldi. 101-uy degandek gap anglandi, ammo buning nima ma'nosi borligini tushunmadi. Bular uni bu yerga akilishdan 2-3 soat burungi ish edi. Uning qursqidagi og'riq ba'zida xeyli o'ngishilib qoladi, ba'zida texmi kuchayib ketadi. Uning kallasimi shuningga agishib, chechilib, yig'ilib turadi. Og'riq kuchayib ketganda, uning kallasiga og'riq bilan yemaklikdan boshqa hech narsa kelmaydi. Sal qo'yib berganda bo'lsa, u vahima qo'rqinchning ichida qoladi. U o'zining beshiga yana nimalarning kelganligini aniq faraz qilgan chog'larda qo'rqinchdan yuragi bo'g'ziga qaplashib, tiniqi to'xtab qoladi. U jayniga urilgan kaltakni, tumirchamlik o'tik bilan o'shqiga yegan tepikni, og'riqdan yerda yumilib turib, tishi to'kilib ketgan eg'izida ularga yilinganligini esladi. U Juliani o'ylamagan, kallasini uningga yig'olmagan edi. U Juliani yaxshi ko'rgan edi. Uningga osiylik qilmaydi, biroq u ilgirki ish edi. Bu xuddi matematika formulalaridek aniq ish. U shu topda o'zida Juliyaga nisbatan hech bir muhabbat sezmadi. Hatto Juliyaga nima ish bo'lganini o'ylabmi ketmadi. U O'Brayni ko'proq o'ylaydi. Shundan kichkina bir umid sho'lisini ko'rganda qiladi. O'Brayn cho'qim uning qo'lga ilinib ketganini bilib bo'ldi. U qarindoshlar o'z a'zolarini qutqazmaydi degan edi. Ammo ular amal qila olsa, tig' kirgizib beralaydi. Balki qorovul kirib bo'lguncha bo'lgan 5 sekund ichidala u tig'ni ishiltalishi mumkin. Kesgan yeri o't ketgandek ichishib ketishi, tig'ni tutgan barmoqlarimi so'ngaklari qadar kesilib ketishi mumkin. Uning bu ojiz badanining barliq sezgulari to'liq asiga kelib qoldi. Kichkina og'riqdimi jaqildab titrab ketadi. U navoda shu tig'ni qo'lga tushirgandimi ishiltalishiga aniq bir narsa deyolmaydi. Garchi oqibatning tixmu eg'ir, qiynoq, azob ekanligini aniq bilsimi, 10 minut bo'lsimi uzunroq yashayverish yanala bir jon egisining tabiiy istiki edi. Ba'zida u tomdagi chaqchuqlarning sonini sanab boqmoqchi bo'ladi. U aslida oson ish edi, ammo u sanab bir yerga kelganda elishib qoladi. To'la hollarda o'zining qayerligini, soatning hozir necha bo'lganligini o'ylaydi. U ba'zida sirtda amdi kunduz bo'lgandek, ba'zida kecha bo'lgandek his qiladi. U bu yerda chiroqning mangu o'chirilmaydiganligiga chim putdi. Bu qorong'ulik yo'q yer edi. U O'Brayning hiliqi gapdiki imoni nimishqa undoq oson tushunib olganligini amdi uqdi. Shafqat ministerligining binosida dariz yo'q edi. U turgan kamerni balkim binoning qop o'ttirsidagi yoki sirtqa tutishadigan tom tarafida yoki yerdan 10 qavat tuvanda va yoki 30 qavat yuqorida bir yerdimikin deb o'ylaydi. U o'zini xiyolda u yerdan bu yerga o'tkab boqadi va o'zini egiz havo bo'shlig'idimi yoki cho'nqur yer ostidimi deganni sezib biqishga urinib boqadi. Sirtdan o'tikning taraqshigan ovozi anglandi. Tümür ishik g'artildab ochildi. Yosh, qora kiyimlik bir ofitser chaqqan qadam bilan kirib keldi. Uning usti-boshi xuddi moylab qo'ygan xurumdek paqirab turadi. Uning qonsiz, ifodasiz chiroyi shamda niqob taqib olgandek ko'rinadi. U sirtdagi qorovulga mahbusni elib kirishni buyurdi. Shoir ampul furus dildangshib tugdek kirib keldi. U xuddi bu yerda chiqib ketadigan yana boshqa ishik bordek u yoq bu yoqqa dildangshib minib baqdi. Andin
kamerning ichida u yoqdan bu yoqqa mingishqa boshladi. U Winstonning borliqiga texcha diqqat qilmagan edi. Uning aloqzada ko'zlari Winstonning kalisidan 1 metr egizlikdagi tomning bir yeriga tikilib turardi. U yalangoyoq bo'lib, yo'g'on maynat barmoqlari yirtiq paypog'idan chiqib turardi. Soqolni olmag'ili bir necha kun bo'lgandek qiladi. Yuzini cho'pdak soqol bisib ketgachga, bu uning yo'g'on ammo o'ruq badanini va ansiz yurish turishlariga qo'shilib, uni kishiga lukchakdek ko'rsatdi. Bu qitimliq roman o'qishimiz musharikchi bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.